Assalomu alaykum azizlar. Moskvadan O'zbekistonga qatnay turgan avtobuslarimiz yurishi davom etyapti vatandoshlar. Bugunga ham ikkita reysimiz chiqadi. Ikkala avtobusimiz hozir baravar odam yuklanyapti. Ketmoqchi bo'lganlarga avtobusda hozir qisqachagina obzor qilib beramiz. Yo'lovchilarimiz kelib joylashdi, boshlashdi. Aka, assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Avtobusning ichki holatlarini ko'rdingizmi? Holatlar yaxshi. Yaxshi joylashib oldingizmi aka? Yaxshi, yangi. O'sha reklamada ko'rganingizda qamikan rostdan? Avtobus. Avtobus yaxshi. Rahmat, yaxshi aytib oling. Ko'rib turganlaringdek har bir yo'lovchiga shu turgan bagajlardan ikkitadan mana shunaqa chamadonlardan besplatniy bo'ladi. Bu avtobusda ham mana bagajlar yuklangan, buni ustida ham yo'lovchilar joylashishyapti. Transportimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Har bir yo'lovchiga alohida zaryadnilar, avtobus ichida konditsioner ishlaydi. Sidinalarning oralari keng, qiynalmasdan bemalol uzoq yo'lga yetib olish mumkin. Oldi orqada alohida monitorlari bor. Aka, qalay joylashib oldingiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Qisilib olmadingizmi o'tirganingizda? Ma'qul bo'ldimi avtobus? Xudo xolasa yaxshi yetib olasiz aka. Ruchnolar qo'yiladigan joylar. Xullas avtobusda ichi shu, nargisi ham bu bilan ichi bir xil. Kanalga podpisatsiya bo'lib, bizni kuzatib boringlar. Har kuni chiqib turgan reyslarimiz haqida informatsiya